Bismillahirrohmanirrohim. Savol. Ayol kishi uyda namoz o'qiganda namoz kiyimi qanaqa bo'lishi kerak? Shu to'g'risida savol berdilar. Ayol kishining namoz kiyimi ko'chadagi erkaklardan avratini berkitadigan kiyim bo'lishi kerak. Ya'ni uyda yolg'iz o'zim degan maqsadda masalan ayol kishi hijobi ko'chadagi hijobidan farqli bo'lishi joiz emas. Masalan uyda tor kiyim kiyib o'qishligi, uyda hech kim yo'q bo'lgan erkak degan maqsadda unaqa hijob bo'lmaydi namozda. Yoki ba'zi qismi avratlari ochiq bo'lishligi yoki sochi ko'ylagini tagidan yoki ro'molining tagidan sochi ochilib turishligi, sochi chiqib turishligi, bular hammasi ayol kishining namozini buzilishiga sabab bo'ladi. Ayol kishining namozdagi hijobi begona erkaklar oldidagi hijobi bilan bir xil bo'ladi. Bunga dalil Ummu Salama radhiyallohu anhodan rivoyat qilingan hadis, Abu Dovud rivoyat qilgan. Ummu Salama onamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'ragan: "Atusallil mar'atu fi dir'in va khimarin laysa 'alayha izar?" Ayol kishi bir ko'ylak va bir ro'molda namoz o'qisa bo'ladimi deganlar. Ichidan izor kiymasdan turib. Ya'ni ichidan lozim ishton kiymasdan turib. Ichidan ishton kiymasdan turib bir ko'ylak va bir ro'molda namoz o'qisa bo'ladimi deganda Rasululloh aytganlarki: "Idza kana dir'u sabighan yughatti zuhura qadamayha." Agar ko'ylak uzun bo'lsa, ayolni oyoqlarini ustini ham berkitsa, shu darajada uzun bo'lsa, oyoqlariga shu ustigacha berkitadi. Ana shu holatda ayol kishi bitta ko'ylakda bo'lsa ham, bitta ro'molda bo'lsa ham namoz o'qisa bo'ladi deganlar. Demak, mana bu hadis da'vat qilyaptiki, ayol kishining hijobi boshidan oyog'ini uchigacha yopiladigan hijob bo'lishi kerak. Namozda ham. Oyoqning tagi esa, masalan, sajda qilganda oyoq tagi ko'rinib qoladi. U narsa man qilinmaydi. Mana bu jumhur ulamolarning mazhabi. Ya'ni aksar ulamolarning mazhabida shunaqa, ayol kishi oyog'igacha avrat, oyog'igacha berkilishi kerak. Faqat kafti va yuzi namozda ochiq tursa joiz. Mana bu joiz. Kafti va yuzi ochiq turishligi. Ibn Taymiyya rahimahulloh mazhablarida ayol kishi oyog'i ochiq tursa ham bo'ladi degan. Oyog'i to'pig'igacha yopilsa bo'ldi. Ya'ni paypoq kiyib namoz o'qishligi shart emas degan. Lekin yuqoridagi hadisga binoan ayol kishini Rasululloh namozdagi kiyimini aytganda oyog'ini uchigacha bekitsin deganlar. O'sha hadisga binoan ayol kishi oyog'ini uchigacha bekiladigan uzun ko'ylak kiyishligi kerak namozda, yoki bo'lmasa paypoq kiyishligi kerak oyog'iga. Va yana ko'pincha ayollarda bo'ladigan xato, masalan, sochlarini yozib namoz o'qishadida, keyin ro'mol o'raganda haligi sochi masalan chiqib qoladi ro'molning tagidan. O'shanaqa holatda bu ayol kishi avrati ochilib namoz o'qiyapti degan bo'ladi, bu namoz qabul bo'lmaydi. Namoz buziladi. Shuning uchun shu narsada ehtiyot bo'lish kerak. Sochda, ya'ni ko'ylakni ichidan tashlab o'qilishi kerak, toki ro'molning tagidan soch chiqib qolmasligi uchun. Endi bu albatta soch uzun bo'lganda, soch agar qisqa bo'lsa muammo yo'q. Namoz to'g'risidagi ayollarda kiyimi asosiy mana shu ahkomlarda o'z ichiga oladi. Keyin savolda ikkinchi qismi bor ekan. Ayol kishi Qur'on o'qiyotgan paytda ham hijob kiyishligi kerakmi? Unaqa emas. Ayol kishi hijob kiyishligi Alloh taolo oyatda aytgandek, "Zalika adna ay yu'rafna fala yuzayn." Birinchisi, erkaklar oldida ayol tanilmasligi uchun hijob kiyadi. Ikkinchisi, Robbisi oldida ibodatda namoz o'qiyotgan paytida hayoli bo'lib turishligi uchun hijob kiyadi. Bundan boshqa paytda biror o'rinda ayollar hijob kiysin degan dalil kelmadi. Qur'onda ham, hadisda ham. Buni ayollarga majburlanmaydi. Yaxshiroq bo'ladi degan gap ham yo'q. Bu ayol kishiga haraj bo'lishiga olib keladi. Haraj degani mashaqqat ya'ni. Ya'ni hijob kiyib Qur'on o'qigin desa, bunga mashaqqat bo'lishiga olib keladi. Oysha onamiz Rasulullohga aytganlar, Rasulullohni Allohning zikridan hech narsa to'smasdi deganlar. Ya'ni har qanday holatda Allohni zikr qilaverardilar, ya'ni Qur'on o'qiverardilar ham. Hattoki masalan rivoyatlarda kelgan, Rasululloh Oysha onamizni sonlariga boshlarini qo'yib Qur'on o'qiganlar. Oysha onamiz hayz ko'rgan holatida. Yana bundan boshqa bir qancha hadislar bor. Bular hammasi dalolat qiladiki, Qur'on qiroatida inson mana bunaqa kiyimi yoki boshqasi muhim emas, xohlagan kayfiyatida o'qiveradi.
xohlagan kayfiyatida o'qiveradi. Albatta faqat endi nomahram erkaklar bo'lmagan joyda aytilyapti bu gap. Agar nomahram erkaklar bo'lsa, unaqa holatda nomahram erkaklar uchun hijob bo'ladi, Qur'on o'qigani uchun emas. Hop, endi mana bu ikkinchi qismi savoldi. Savolda yana bir qism bor ekan. Savolda 3-qismi. Homilador ayollarda masalan tez tahorat buzilib qoladi deyaptilar. Yoki uzrlik ayollarda, uzrlik deganda ya'ni masalan hayzdan boshqa qon kelib turadigan ayollarni nazarda tutadigan bo'lsalar, istihoza deyiladi buni. O'shanaqangi ayollarda har namozga tahorat qilish kerakmi debdilar. Agar istihoza bo'lsa, har namozga tahorat qilinadi. Istihoza degani ana o'sha hayzdan boshqa qon kelib turishligi. Hayzdan boshqa qon kelib turishligi. Bunda ayol homilador bo'ladimi, homilador bo'lmaydimi? Unda har namozga tahorat qiladi. Xo'p, agar istihoza qonidan boshqa narsa kelsa, masalan savolda aytilgandek homilador ayollardan suyuqlik keladi. Yoki har qanday ayollardan suyuqlik keladi, vedelena deyiladi. O'sha narsa suyuqlik kelganda, u suyuqlik tahoratni buzmaydi inshaalloh. Ya'ni har doim tabiiy keladigan suyuqlik bo'lsa, illo agar kasallik sababdan kelsa suyuqlik, ya'ni masalan odatiy suyuqlik emas. Masalan yiringga o'xshagan, qonga o'xshagan suyuqlik kelyapti. Mana holatdagina tahorat buziladi. Yoki siydik yo'lidan kelgan suyuqlik bo'lsagina tahorat buziladi. Lekin agar u suyuqlik ichki tomondan, ya'ni ichki ayol kishining tarafidan keladigan bo'lsa, mana bu holatda u tahoratni buzmaydi inshaalloh va u najas ham bo'lmaydi. Ya'ni ayol kishining kiyimi bilan najas bo'lmaydi. Ko'pincha ayollar bu masalada harajga tushib qoladi, ya'ni qiyinchilikka tushib qoladi. Har namozga tahorat qiladi, har namozga kiyim almashtiradi yoki boshqa. Mana bu mashaqqatga olib keladi. Shuning uchun bu narsalar najosat emas, tabiiy keladigan suyuqliklar va u tahoratni ham buzmaydi inshaalloh. O'sha bilan bitta tahorat qilib qolgan namozni o'qiveradi. Illa yuqorida aytganimizdek qon yoki yiring shunga o'xshagan kasallik sababidan oddiy suyuqlikdan boshqa narsalar kelsa, u holatdagina har namozga tahorat qilishiga to'g'ri keladi. Va har namozga tahorat qilganda o'sha muddat ichida kiyimiga tegib qoladigan narsalar u afv qilinadi. Ya'ni u kiyimini almashtirishligi shart emas. Har namozga tozalab turadi xolos. Allohu a'lam.